Xitoyda turib mana shu uzunni reklama qilganimizda salkam 1 millionga yaqin odam qiziqqan edi. Bu uzun nima qilib beradi deb ko'pchilik savol bergan ekan, kommentariyada javob bera olmadik, chunki sababi qo'limizga yetib kelmagan edi. Ana endi sizlarga o'rtoqlar mana shu smart uzuv haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rayotganingizdek programma orqali uriladi. Programmada o'rtoqlar ko'rib turganingizdek barcha sog'liq uchun kerakli funksiyalari bor. Ko'rayotganingizdek yurak urishlari, qanaqa vaqtda uxlashingiz, qanaqa vaqtda turishingiz, bundan tashqari davleniya, eng zo'r tomoni o'rtoqlar VC-larni ham полностью nazorat qiladi. Yana bitta zo'r tomoni o'rtoqlar programmasida ko'rayotganingizdek полностью sport funksiyalari ham qo'shilgan. Mana shu smart uzuk orqali bemalol qo'lingizga taqib turib, qancha ya'ni qancha qadam bosyapsiz yoki qancha velida uchyapsiz yoki bego'yda qancha yuguryapsiz, hammasini nazorat qilib turadi. Eng zo'r tomoni o'rtoqlar, bu bemalol tahorat qilayotganingizda umuman suvdan qo'rqmaydi. Keysga keladigan bo'lsa, ko'rayotganingizdek smart case bo'ladi. Ya'ni bemalol uzukni o'rtoqlar ko'rayotganingizdek olib qo'yganingizdan keyin полностью zaryadkalarni ko'rsatadi hamda zaryadga olayotganlargacha ko'rsatadi. Asosiysi razmer umuman tanlamaydi. Qaysi barmog'ingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha barmog'ga taqib turib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rayotganingizdek o'rtoqlar uzukni Stanley hamda bunaqa qora rangida olib kelganmiz. Ayniqsa ota-onalarimizga olib beradigan bo'lsanglar, bemalol sog'ligidan o'zligi xabardor bo'lib tursa bo'ladi. Soni chegaralangan o'rtoqlar narxiga keladigan bo'lsa, narxi 350 ming so'm beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bemalol pastki nomerli telefon qilsanglar, tekinga qilib beramiz.